Masalan, uyingizga yomon ko'rganingiz kelsa kirgizasizmi? Kirgan taqdirda ham mazza qilib o'tirasizmi? Yomon ko'rgan dushmaningiz hech qachon Alloh ham o'zi yomon ko'rgan bandalarni masjidga kirgizmaydi, birodarlar. Demak, bugun biz qaysi toifa qatordamiz? Masjidga kirib ketayotgan toifadamizmi yo masjidga kira olmayotganlar orasida turibmizmi? Hayya ala solat dedimi? Eshityapsiz. Uyquzda eshitildi. Turmadingizmi? Masjid oldidan o'tib ketyapsiz. Hayya alal falah dedimi? Kirmadingizmi? Xudo jannatga ham kirgizmaydi. Bu Allohning va'dasi. Jannatga joy bermaydi, ovora bo'lmaydi. Jannatga kirgizmaydi. Namoz vaqti bo'lganda inson halovatini yo'qotib qo'yish kerak. Xotirjamligini yo'qotib qo'yish kerak. Qayerda o'qir ekanman? Qayerga borsam ekan? Tahorat qayerda qilsam ekan? Birodarlar, bu namoz to'g'risida gap ko'p, lekin o'qishlikni bugundan harakatini qilaylik, birodar.